Sankt-Peterburg, Shosse Pulkovskiy. Ertalab tong sahar soat 7. Tashqari sovuq. Mashinacha issiq. Uyqusirab bitib ketyapmiz. Kameralar bor, 60 tezlikka qo'yilgan. Sekin 60-70 tezlikda ketyapmiz uyqusirab. Shu payt xayolga nima keladi bilasizmi? Assalomu alaykum bizni hurmatli teletomoshabin do'stlar. Mana bugun biz prямо jonli efirda o'z dasturlarimizni kunning eng kulminatsion nuqtasiga yetib kelgan tema bor, ya'ni hamma uchun qiziq bo'lgan, hamma juda intizor bo'lib kutgan kunning temasini bugun olib chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni nima deb so'rasalaringiz, bu YouTube kanalimiz Bozor official YouTube kanali, prямо efirda tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, Qarshiyev O'ktam Rais degan temani olib chiqamiz bugun. Demak, boshlaymiz. 1 2 ovozlarni sozladik.